Voy 5 minutda boraman, shunda do'konga kirib chiqaman, boraman, xotin oxima qilma. Men bularni qarab, pul pasta paydo bo'ladim, bular. Ey, komandir, tinchlikmi? Meni mashinam bu. Bolarmikin egasi? Ha, komandir, tinchlik, mashina meni. 5 minutga do'konga kirib chiqyapman-da. Men zinakka qaradim, hech qanaqa zinak yo'q. Shundoq keldi mana. Parkovkaga qo'yaman, kirib chiqaman, o'sha paydo bo'lib turibdi. Bizdan noto'g'ri tushunyapsiz. Mashinangizni ochiq qoldirgan ekansiz. Buni oqibatida hozir mashinani o'g'irlab ketishyapti. Ichida tilla buyumlarmi, pulmi, kashilokmi, nima bo'lsa olib ketib olishyapti. Turibdi, hammasi turibdi. Hech kim tegani, mana ko'rib oling. Omadinglarmish-ku. Va turibdi ekan. Turibdi ekan, rahmat. Sal jahl chiqib ketdi-da, lekin baraka topinglar, Har doim ehtiyotkor bo'ling hozir. Shunday, charchamang, rahmat aka. Shoshilmay turing-da. Ha. Boshliqni o'zi aytadi sizga. Endi biz 20 da o'tirdik bu yerda. Shunga nomeringizni qarasak, bazaga tiqib qarzdorligingiz bor ekanda. Bip o'tib ketgan ekanda. Shunga endi noto'g'ri tushunmaysiz, mashinani jarimadan qo'yib qo'yamiz-da. Maqsadinglar nima sizlarni? Maqsadinglar meni tiqishmi? Tiqinglar, onasini emmasin, tiqinglar.